Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Mana bugun men kechki ujinga Beo'g'li kafesiga keldim. Bu aynan turk taomlari hamda muzikalarni ham qaranglar, turkcha qo'yib qo'yishgan. Mana bu bardak choyimiz. Bilan mana Beo'g'li. Mana bularda shunaqangi har xil taomlar bor. Albatta og'iz ochishga kelsanglar ham, ro'zani kunlarida ham sizlarga xizmatda bo'lishadi. Mana hozir men suxarini soldim. Ozgina oldin limonni ezib ichiga soldim. Bu bo'yin sho'rva. Juda ham shirin, qazi sho'rva, bo'yin sho'rva. Mana shu bo'ladi. Bunga men suxarini solib tayyorlab qo'ydim. Mazasini yeb ko'rganda bilamiz. Albatta kuzatishda davom eting. Oxirgi yangiliklar bizda bo'ladi. Beo'g'li. Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Mana bugun men kechki ujinga Beo'g'li kafesiga keldim. Bu aynan turk taomlari hamda muzikalarni ham qaranglar, turkcha qo'yib qo'yishgan. Mana bu bardak choyimiz. Bilan mana Beo'g'li. Mana bularda shunaqangi har xil taomlar bor. Albatta og'iz ochishga kelsanglar ham, ro'zani kunlarida ham sizlarga xizmatda bo'lishadi. Mana hozir men suxarini soldim. Ozgina oldin limonni ezib ichiga soldim. Bu bo'yin sho'rva. Juda ham shirin, qazi sho'rva, bo'yin sho'rva. Mana shu bo'ladi. Bunga men suxarini solib tayyorlab qo'ydim. Mazasini yeb ko'rganda bilamiz. Albatta kuzatishda davom eting. Oxirgi yangiliklar bizda bo'ladi. Beo'g'li.